İstanbul'daki Uyg'ur jamiyati to'plagan 3 tonna ashyo yer tavrash rayoniga avatiladi. Türkiye'de yaşaydigan Uyg'urlar o'zlarining ikkinchi vatani deb biladigan Türkiye ofatga uchraganda yordam qo'lini sunishni unutib qolmadi. İstanbul'daki Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlar birligi va Ko'kay insonparvarlik qutqizish jamiyati orqali yig'ilgan 3 tonnadan ortiq adyal va boshqa lozimatlarning Qahramonmaraşga evatilishi uchun İstanbul ko'chmanlar idorasiga yetkazilganligi bildirildi. Atalmış Uyghur Abdunum rayonining Qorchoq raisi Erkin Tunyaz Angliya Tashqi ishlar vaziratining taklifiga binoan Sharq Turkiston vaziyati haqida suhbatlash uchun kelar hafta Angliyaga ziyoratga boradi ekan. Orqadan yana bir necha Yevropa ellarida ziyoratda bo'ladi ekan. Uning bu ziyarati Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yo'shirish xalqaro tashviqotining bir qismi deb qaraldi. Asiya Xalqaro xabarlar to'rining xabarida bildirishicha, 5 fevral Bangladesh musulmonlari G'o'lji qatlamining 26 yilligini xotirlash munosabati bilan Xitoyga qarshi bir qator namoyish faoliyatlarini tashkillagan. Mazkur namoyishlarga Bangladesh Islomiy oldingi sepi tashkiloti, BSS Farovonlik jamiyati qatorliq ko'plagan tashkilotlar, bir qism oliy maktablarning o'quvchilar uyushmalari, ulamolar, faoliyatchilar aktiv ovoz qo'shgan. Amerika parlamentidagi ikki partiyaning a'zolari Xitoy Tibet to'qinishidagi tinch yo'l bilan hal qilinishni ilgari surish qonun loyihasini o'ttirib qo'ydi. Amerika ovozining xabarida bildirishicha, Avom palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi Michael McCall, Avom palata a'zosi Jim McGovern, Kengash palata a'zolari Totiang va Jib Merikli qatorliq ikki partiya a'zolari Xitoy Tibet to'qinishini tinch yo'l bilan hal qilishni ilgari surish qonun loyihasini o'ttirib qo'ygan bo'lib, bu qonun loyihasida Amerikaning Xitoy bilan Dalay Lama o'tirisidagi suhbatni ilgari surish siyosatini kuchaytirib, Tibet bilan Xitoy o'tirisidagi ziddiyatni tinch yo'l bilan hal qilishni maqsad qiladi ekan. Atalmış Xitoy muxbirlar pul orqali ofatga uchragan xalqni navbatdagi Turkiya hukumati ustidan shikoyat qildirishga uringan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir sindagi turk kishining aytishicha, qutqizish xizmatlari bilan oldirash ishlayotgan bir paytda kamera va mikrofon tutgan 3 Xitoy o'zlarini Xitoydan kelgan ofatdan qutqizishga yordam berish guruhisidagi Xitoy davlat televiziyasining muxbirlari deb tanishtirib, ofat sababli ko'ngilning yerim bo'lganligini aytgan va razil maqsadini oshkorlab, hukumat haqida bir-ikki jumla so'zlab bermamsiz, sizni rozi qilatdik degan. Ofatga uchragan kishi ularning bu nomussizligidan g'azablanib, ko'zimda yo'q qilish deb ularni haydab etgan. Avstraliya Davlat Mudofaa Ministrligi Xitoy texnik shirkatlari ishlab chiqargan barliq kameralarning bexatarlik andisi sababidan binolardan chiqarib etadiganligini e'lon qildi. Davlat Mudofaa Ministrligi Richard Marlis Xitoy texnik shirkatlariga tava barliq kuzatish uskunalarining bexatarlik masalasi sababidan tekshirilganligini e'lon qildi va binodagi boshqa kameralar ichida Xitoyda yasalgan kameralar bayqalgan aman elib etilganligini aytdi. Amerika Avom palatasi birda qaror ma'qullab, Xitoyning jasus havo shari faoliyatini aybladi va buni davlatning egalik huquqiga sharmandalarcha daxl-taruz qilish deb atadi. Nolga qarshi 419 ovoz bilan ma'qullangan bu qaror parlamentda bo'linish bo'layotgan bir paytda Xitoyning jasuslik faoliyatlari, shundaqla yer shari harbiy va iqtisodiy amaliy kuchining eshishiga bo'lgan o'rtaq andisini gavdalantirgan.